Jondor tumanida Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida mahalla yettiligi bog'i tashkil etildi. Hozir shu haqda. Tuman hokimligi tashabbusi bilan Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida mahalla yettiligi bog'ini barpo etishga kirishildi. Bu ezgu tashabbus hududni yanada obodonlashtirish, ekologik muhitni yaxshilash hamda aholi orasida yashil madaniyatni rivojlantirishga qaratilgan. Hozirda 2 gektar maydonga ega bog' hududida 2000 tubdan ortiq mevali ko'chatlar o'tkazildi. Ekilgan ko'chatlar kelgusida nafaqat atrof muhitni ko'rkamlashtiradi, yashillashtiradi, balki mahalla aholisi uchun fayz va baraka manbaiga aylanishi kutilmoqda. Kuni kecha davlatimiz rahbarini Oliy Majlisga, xalqimizga qilgan murojaatlarini barchamiz tingladik. Aynan mazkur murojaatda 2026-yili mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yili deb e'lon qilindi. Bu bejizga emas. Bugun darhaqiqat mana shu mahallani rivojlantirish, mahallada ekologik toza muhitni yaratish, mahalladagi ekologik muhitni yaratish uchun yangi bog'larni barpo etish aynan mana shu mahallani rivojlantirish va jamiyatni yuksaltirish yilidagi dasturda albatta ko'zga tutilishi bejizga emas. Bugun mana shu Demu mahallada joylashgan yer maydonida mahalla yettiligini tashabbusi bilan mahalla bog'i tashkil qilyapti. Mazkur bog'da bugun mana barcha mahalla faollari faol ishtirok etib, bog'ni yaratishda, shu bilan birgalikda jamiyatda ekologik toza muhitni yaratishda o'zining hissasini qo'shyapti. Mazkur ko'chat o'tkazish, bog' yaratishdek xayrli ishga tuman hokimligi, hududdagi korxona tashkilotlar rahbarlari, mahalla yettiligi a'zolari hamda keng jamoatchilik ishtirok etdi. Tadbir jarayonida hamjihatlik, bir maqsad sari intilish va tabiatga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi yaqqol namoyon bo'ldi. Yashil makon doirasi asosida 2000 tubdan ziyod mevali daraxtlar ekildi. Bu jarayonda mahalla tizimi yettilik xodimlari barchasi faol ishtirok etib, mana shu o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Kelgusida ana shu chiroyli ko'rkam bog' tashkil bo'lishiga ishonamiz va mana shu bo'yicha astoydil ishlarni davom ettiramiz. Mahalla yettiligi bog'i kelgusida Demun mahallasining ko'rkam va fayzli maskanlaridan biriga aylanib, aholining emin-erkin hordiq chiqarishi, yosh avlodda tabiatga mehr tuyg'usini shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.